Bu Zhao Yuqinning guvohligi ishonchlimi? Talabalarning kasaba uyushmasi vitse-prezidenti. Garchi uni biroz g'alati deb o'ylasam ham, yolg'on gapirmasligi kerak. Chen Yuan, ehtimol u yaxshi odam. Bolaning sinfdoshlaridan ham yana bir bor so'rang. Men bunga ishona olmayman. Qanday qilib men yaxshiroq bo'lgan odam bo'lishi mumkin? Xayrli tong, assalomu alaykum. Menda sizning sinfdoshingiz Chen Yuan haqida bir nechta savollarim bor. Ularni tekshirishda yordamingizga muhtojman. Iltimos, biz bilan keling. Chen Yuan juda ham yaxshi odam, lekin men unga yetarli emasman. Men behudaga ochko'zlik qildim. Men kecha kunduz ishlayman. Chen Yuan meni tanlashga tayyor emas. Men buni tan olaman. U juda ham yaxshi odam. Kechirasiz, men biroz hissiyotga, lekin Chen Yuan chindan ham juda yaxshi odam. U haqida o'ylaganimda yuragim og'riydi. Yana bir varaq qog'oz bera olasizmi, amaki? Shuning uchun siz Chen Yuanni yoqtirasiz va Chen Yuan sizni rad etadi, lekin siz hali ham Chen Yuanni yaxshi odam deb o'ylaysizmi? Men bunga loyiqman. Men sevishga loyiq emasman. Chen Yuan albatta yaxshi odam. U hech qanday noto'g'ri ish qilmagan. U shunchaki meni sevmaydi. Noto'g'ri bo'lishi mumkinmi? Chen Yuan chindan ham begunohmi va forumdagilar uni bulg'amoqchi bo'lishdimi? U chindan ham yaxshi inson va yaxshi erkak. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Nega kimdir banner olib kelmoqda? Salom, men Hunan universitetining prezidentiman. Siz kimni qidiryapsiz? Saxovat ustunlik qiladi, adolat davom etadi. Salom direktor, men san'at bo'limidan Hulilayman. Men bugun adabiyot kechidan Chen Yuanga banner sovg'a qilish uchun keldim. U birinchi kun oldin jasorat bilan harakat qildi va bizning oilamizga juda ko'p yordam berdi. Chen Yuan, va nega? Yana Chen Yuan. Men uni noto'g'ri aybladimmi? Men bu postga yana bir bor qarashim kerak. Agar u nopok bo'lsa, iltimos, buni menga tushuntirib bering. Bu Chen Yuanmi? U juda ham go'zal. Men uni sevaman. Qanday qilib shunday yigit axloqsiz bo'lishi mumkin? Bular bo'xton. U ahmoq bo'lsa ham uni baribir sevaman. Uning yugurishi menga yoqadi. Yigit qanchalik zo'r bo'lsa, uning dushmanlari ko'payadi. Men Chen Yuanning aybsizligiga ishonaman. Hamma javoblar qizlardanmi? Chen Yuan ismli bu bola chindan ham mashhurmi? Xuddi yengil lochinlar to'plami kabi o'rmonda baland daraxt ko'rinadi. Shamol esa uni doimo buzadi. Menga shunday hazillayotganingiz uchun siz juda yomonsiz. Bo'lishi mumkin emas. Siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Agar odam juda ham yaxshi bo'lsa, u osongina nishonga olinishi mumkin va boshqalar tomonidan kamsitilishi mumkin. Men senga aytaman. Men endi sen kabi ijtimoiy parazitlarni o'qishni istamayman. Ota-onang kelib, seni olib ketishlarini so'rayman. Chen Yuan, men sizni tushunaman. Chen Yuan, meni kut. Men senga yordam beraman. Men Hunan universitetining prezidenti. Hamisha yordam beraman va bu arzimas mish-mishlarga chiday olmayman. Talabalar, yaqinda forumda maktabimiz o'quvchisi Chen Yuanga qarshi mish-mishlar tarqaldi. Lekin o'zimizning chuqur tergovimizga asoslanib, men buni butunlay mish-mish deb topdim. Bu tuhmat. Va bugun men uning ismini tozalash uchun keldim. Sinfdoshingiz Chen Yuan nafaqat to'g'ri hayot tarziga ega va boshqalarga yordam berishga ham tayyordir. Balki u juda ko'p marta adolat uchun jasorat bilan harakat qilgan, lekin buni sir tutgan. Bu qanday ulug'vor shaxs? Bu qanday olijanob ruh? Sinfdoshingiz Chen Yuandan o'rganing. Jamiyatga ijobiy hissa qo'shadigan insonga aylaning. Sinfdoshingiz Chen Yuandan o'rganing. Nimalar bo'lyapti? Nega birdan menga sertifikat berishyapti? Men hech qachon jasorat ko'rsatmaganman va boshqalarga yordam berishga tayyor ham bo'lmaganman.
La'nati, men tushunmayapman. U bu safar aniq vayron bo'lish kerak edi. Nega? Direktor, o'qituvchi, hammangiz ko'rasiz. Men uni juda yomon ko'raman. Aslida men bu sahnada turib, bu gullarni va qarsaklarni qabul qilishim kerak edi. U emas. U juda ham chiroyli. Ha, Zing. U bu yerda nega? Zingni yoqtirishi Plison. Uni yoqtirishi Plison. Ying. Menga barchasini tushuntirib berasan degan umiddaman. Men hammasini ko'rdim. Sen Chenyuan ishtiyoq bilan olqishlading. Buning ortida qanday ma'no bor? Lian, o'zingizni yaxshi his qilmayapsizmi? Nega bunchalik hasad qilyapsiz? Sinfdoshim Chenyuandan chin dildan hayratda qoldim, shu xolos. Universitet talabasi sifatida juda ko'p xayrli ishlarni qilgan bo'lsa-da, shon shuhrat va boylikka befarq bo'lib qolmoqda. Xuddi senga qarshi g'alaba qozonganidan keyin u osmoniy faxriga aylanishi mumkin edi. Lekin buning o'rniga u qaytishni tanladi. Ovozingni o'chir. U meni mag'lub eta olmaydi. Hech qachon. Lian, meni xafa qilyapsan. Og'riyapti. Ket bu yerdan. Chenyuan shunchaki befoyda yigit. U murabbiyga yoqadimi? Muhim emas. Bu jamiyat puli bor va kuchi borlarni qadrlaydi. Dadam menga tezda sotib olishi mumkin. Xo'sh, Chenyuanda nima bor? Ha, Lauxon. Ha, siz mashinada kirishingiz mumkin, bemalol. Men maktabda o'zimni juda ham yomon ko'rsatishni xohlamayman. Shuning uchun meni haddan tashqari qimmat bo'lgan mashinada olib ketma. Xo'pmi? Jenarsa, men senga aytgan edim. Shunday mashinada bu yerga kelma. Ha, mayli, bo'lar ish bo'ldi. Keyingi safar e'tibor ber. Xo'pmi? Ha, shunday, kelajakda e'tibor beraman. Kechirasiz, men shoshilgandim va unutib qo'ydim. Sizga juda ham yoqmaydi. Men keyingi safar yanada ehtiyotkor bo'laman. Janob, ehtiyot bo'ling. Janob Li, keling, ajrashaylik. Endi biz birga bo'la olmaymiz. Yo'q, mumkin. Yo'q, mumkin emas. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bularning barchasi yolg'on. Men siz bilan shuncha paytdan beri birgaman. Lekin haligacha shunday munosabatni ko'rmadim. Men sizga 50 minut o'tkazdim. Ha, janob, men ko'ryapman. To'lov amalga oshirildi. Men endi maktabga qaytaman. Yaxshi janob. O'zim sizni borib qo'yaman. Kerak emas. Sizning mashinangiz juda ko'p e'tiborni tortadi. Men o'zim taksida qaytaman. Men uyni sotib olgan bo'lsam ham, men hali ham prezident Zauni birinchi o'ringa qo'yishim kerak. Chunki to'liq yoqtirishga erishsam, 25 ballik atribut bonusiga ega bo'laman. Men unga yana boshqa narsa berishim kerak. Qani ko'ramiz. Yog'li Xong yana nimani sotmoqchi ekan? Aytsam ishonmaysiz. Yolg'iz yigit villan sotib oldi. Men hayratdaman. Janob yolg'iz yigit chindan ham sotib oldimi? Bu juda ham ta'sirli. Bir necha kun ichidami? Allaqachon sotib oldimi? U juda ham boy. Bu hali hammasi emas. U binani o'zining qiziga sotib olib berdi. O'nlab million turadigan narsani qizga berish. Men hayratdaman. Xo'ng, qo'ysangizchi, xushmuomala bo'lmang. Men faqat birozgina yordam berdim. Janob yolg'iz yigit chindan ham ma'bud. Unga bosh egish kerak. Bosh egishmi? Salom yolg'iz yigit. Mashina kerak emasmi? Sotib olishni xohlamaysizmi? Mening aloqalarim bor. Ha, men unga mashina sotib olib berishim mumkin. Salom, men Zhang Haotianman. Mening oilam kichik bir biznes bilan shug'ullanadi. Va shaxsan men kichik bir avtosalonni boshqaraman. Janob yana bilish juda yoqimli. Zhang guruhi. Bu yirik mahalliy korxona. Va Zhang familiyasiga ega bu yigit ikkinchi avlodga o'xshaydi. Zhang aka, shunday yosh bo'la turib,
Shunday yirik bo'lgan avtosalonni boshqarish haqiqatan ham ta'sirli. Janobiyam, iltimos meni aka deb chaqirmang. Men bunga qodir emasman. Shunchaki Zaozangir deb chaqiravering. Siz chindan ham yosh va istiqbollisiz. Janob Xungingdan siz haqingizda eshitganimda, men sizni katta yoshli erkak deb o'ylagandim. Ammo kutilmaganda siz bilan uchrashdim. Va siz juda ham yoshsiz. Va ajoyib xarizmaga egasiz. Menejer Zang uni shaxsan qabul qildimi? Bu odam kim? O'ylaymanki, u qandaydir badavlat bo'lgan odamning o'g'lidir. Unga qaraverib bezovta qilmang. Bunday odamlar biz kabilarga qaramaydi. Men boshqa joyda bunchalik ko'p gapirmayman. Lekin bilganingizdek, bu yer mening shahrim. Va bu shahardagi eng ko'p avtomobillarning to'plami menga tegishlidir. Siz o'ylayotgan hamma narsa va siz kutgan hamma narsa bu yerda bor. Menga Bugatti Chiron kerak, uni xohlayman. Uni dedi yaxshi. Siz chindan ham hazil qilishni yoqtirasiz. Axir unday mashina dunyoda bor yo'g'i 20 dona. Demak, sizda yo'q. Bu yerdan ketaman. Lamborghini Venona, Pagani Huayra Roadster. Ular bu yerda bormi? Bu yigit meni yo'q qilmoqchimi? Biz odatda 2 milliondan 89 milliongacha sotamiz. Va siz aytayotgan mashinalar, ular juda ham qimmat. Shuning uchun yo'q, to'g'rimi? Xo'sh, bu yerda mos keladigan narsa yo'qdek tuyuladi. Kichkina Zang, sizning biznesingiz unchalik ham keng emasga o'xshaydi. Siz 10 millionlab uylarni sotib olishingiz mumkin. Lekin bu yerdagi mashinalar siz uchun qimmat emas va arzimaydi. Ammo men siz uchun olib qo'ygan narsam bor. Uni ko'rsatib bering. Garchi menda ular yo'q bo'lsa ham, bu yerda bitta qimmatbaho mashina bor. Mening Ferrari LaFerrari'm. Ferrari LaFerrari 600 litrli avionik atmosfera dvigateliga ega. 588 maksimal kilovat quvvat ishlab chiqarishni ta'minlay oladi. Mustaqil elektr motor 120 kilovat quvvatni ishlab chiqara oladi. 100 kilometrga 3 soniyada ko'tarila oladi. Umumiy narxi 22,5 million yuan. Xo'sh, endi bunga qanday javob bermoqchisiz? Ferrari haddan tashqari qimmat bo'lmasa ham, lekin hali ham arzon deb hisoblanmaydi. Bu albatta prezident Zhao uchun ajoyib sovg'a bo'lishi mumkin. Agar 20 million ortiq bo'lsa, shunday bo'la qolsin. Siz kuch sarfladingiz. Kichik Zang, keling. Shartnoma tuzamiz. Siz mashinani Hengching darasi bo'yidagi villalar jamoasiga yetkazib berishingiz mumkin. Ha, albatta. Liu Wenze. Nega u? Mening tug'ilgan kunimda mening qiz do'stim Liao Jia eng yaqin do'stiga hamroh bo'lishini aytdi va juda kech keldi. Liao Jia o'zi bilan soyabon olib kelmadi. Men u haqida juda xavotirda edim. Shuning uchun men shosha-pisha soyabon bilan bordim. Lekin yuragimni parchalagan manzaraga guvoh bo'ldim. O'sha paytda menda chalkashlik hissi paydo bo'ldi. Ular yomg'irda ho'l bo'lganlar edi. Men esa soyabon ushlab, o'zim cho'kib ketgandek his qilardim. Yuragim juda ham og'riyapti. 3 yillik munosabatlar. Axir men uni ota-onamga ko'rsatmoqchi edim. Hoy, ichishni to'xtat. Sen allaqachon 8 ta shishani tugatding. Sal ozgina dam ol. Meni tinch qo'y. O'limgacha ishimga ruxsat ber. Men noto'g'ri qilgan narsa bormi? Men uni qaytarib olishga harakat qila olamanmi? Xato qilgan u, sen emas. O'zingni hurmat qil. Tizzaga aylanma. Bilaman. Men bilaman, lekin men buni qabul qilish qiyin, to'g'rimi? Seningcha, u shunchaki impulsiv edimi? Uning yomon odam emasligiga ishonasanmi? Men senga dars berishim kerak ko'rinadi. Yuanzi, nima haqida gapiryapsan? Kimga qo'ng'iroq qilishni rejalashtiryapsan? Agar menga chindan ham ishonadigan bo'lsang, hozirdan boshlab hammasini hal qilishimga ruxsat ber.
Men Liao Jiani. Sening oldingda tiz cho'ktiraman va tavba qildiraman.